Ulug'bek xazinasi. O'zbek yozuvchisi Odil Yoqubov qalamiga mansub tarixiy roman. 1970-1973 yillarda yozilgan. Asar ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismida Mirzo Ulug'bek hayoti va fojiali o'limi haqida, ikkinchi qismida esa shogirdlarning uning merosini saqlab qolish yo'lidagi kurashi haqida hikoya qiladi. Asarda 40 yil ma'rifatli shoh bo'lgan, muruvvatli fuqaroparvar hukmdor sifatida shuhrat qozongan, butun iqtidori va salohiyatini o'z davlati, o'z eli osoyishtaligida sarf qilgan Ulug'bek siymosi sahifalar osha xat ko'taradi. Kitobxon tasvirlanayotgan zamon ruhini, ma'lum bir davrdagi tarixiy fojiani, poklik va nopoklik, samimiylik bilan nosamimiylik, taraqqiyot bilan jaholat orasidagi o'zaro ziddiyatni voqealar tasvirida anglab oladi. Gohida shodon, gohida mahzun bo'lib, gohida esa ko'z yoshi to'kib o'qiladigan, qalblarni titratib, ko'ngillarni sel qiladigan kitobni barchangizga o'qishni tavsiya etaman. Ulug' adibning shoh asardan bahramand bo'ling, aziz kitobxon.